qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishingizni qisman qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 10-yilligini xotirlash munosabati bilan muajiratda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarni dunyodagi davlat hukumatlari, ommaviy qurilishlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan qonunsiz besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga, bizning masalamizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish masalasi ekanligini tunishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam qilishga chaqiriq qilish maqsadida namoyish faoliyati o'rinlashtirdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandining bu haqda 30 may kunida qilgan chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammalarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlab chiqishimning sababi hammalarga ma'lum, yaqinda o'tgan hafta shu BDT ninki kishilik huquq komissari Sharq Turkistonga ziyorat qildi. Va necha yilning yozi bu ziyorat kutilib, xalqaro ziyorat qilib, o'sha nima BDT ziyorat qilsa, BDT irqiy qirg'inchilik masalasini o'tirib qo'ydi deb umidlar bilan, to'rt ko'z bilan bu ziyoratni saqlagandi, kutgandi. Lekin biz endish qilganimizdek bir vaziyat o'tirg'i chiqdi. Hammalar bu vaziyatni bildinglar. Bu natijaniki hech bir natija bo'lmadi. Tam tersiga bu ziyorat Xitoyninki Sharq Turkistondagi qilayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat harakatini aqlash uchun foydasi bo'ldi. Hamda buningki masalasiga kelsak, biz doim deb kelayotganimizdek, bizdan burunqilar mayli 100 yilning yozi ajdodlarimiz bu davoni qilayotgan Sharq Turkiston davlat davosini, milliy mustaqillik davosini qilayotgan ajdodlarimiz deb kelganidek, bizning masalamiz kishilik huquq masalasi emas. Bizning masalamiz yolg'izlam asonliq millatlarniki yoki indigenous xalqlarniki yoki boshqa bir narsaning masalasi emas. Bizning masalamiz davlat masalasi, qarindoshlar. Afsus, bu reallikni hozir qadar ko'pinchimiz tushunmayapmiz. Mayli tashkilotlar bo'lsin, xalqimiz bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Yana shu bu Sharq Turkiston masalasini kichiklatib, Xitoyning ichki ishlari yoki kishilik huquq masalasi yoki boshqa bir indigenous xalqlar masalasi deb davlat davosimizni, davlat masalamizni yo'q qilish uchun Xitoy va Xitoyning g'alchillari va ba'zi bilib bilmay qilayotgan bizningki o'z xalqimizning orasidan chiqayotgan ba'zi kishilarmi buni qilib keldi. Hamda aziz qarindoshlar, biz o'zimizningki maqsadimizni, nishonimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki davosimiz davlat davosi ekanligini, ishg'oliyat ostidagi mustamlika qarshi milliy harakat ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak. Bizningki 100 yil yoki 20 yil yoki 30 yil vaqtimiz qolmadi. Aksicha, agar yomon qilib qolgan bo'lsa, bir 10-15 yil vaqtimiz qoldi. Bu ichinishlik reallik. Buni men 2018'da Milliy Uyg'unish harakatini boshlagan vaqtda buni so'zlab o'tirg'i chiqdik. Vaqt oz qoldi. Biz irqiy qirg'inchilik deb xalqaroga ma'ni e'tirof qildirishimiz kerak. Davlatimizning besilib olgan bir davlat ekanligini e'tirof qildirishimiz kerak. Xalqaroga bizningki mustaqillik, bizning masalamiz mustaqillik masalasi, davlat masalasi ekanligini bildirishimiz kerak. Mustaqillikdan boshqa qutulish yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak deb faoliyat qilib keldik. Nurg'un chaqiriqlarni qilib keldik. Afsus, xalqimizning ko'pincha qismi yana buning quloq solmadi. Xuddi 100 yilning o'zi bizdan burun qila da'vat qilgandik. Aziz qarindoshlar, uyg'onayli. Daim da'vat qildik. 1921 yilida
Abduxoliq Uyg'ur O'yg'on Uyg'urum deb she'rini yozgandi. 3 yıldan aştı bu şiir yazılğanğa, 3 yılın yazdı biz tüzük oyg'onanmayotimiz. Hazır qırılıp tamamen yo'qolishib ketishning girdobini oldi biz qarindoshlar. Hammamiz dast turishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan turlik harakatlarni qilishimiz kerak. Mayli iqtisodiy jihatdan davosimizni qo'llash alasak iqtisodiy jihatdan, kitap yoza alasak kitap jihatdan, resim chiza alasak resim jihatdan, boshqa qo'limizdan nima kelsa shuni qilib davosimizga, davlat davosimizga as qo'shishimiz kerak aziz qarindoshlar. Eng oddiysi namoyish qila olishimiz kerak. Hech narsa qilmaganimizda namoyish qilishimiz kerak. Shuning bilan bugun oldidan chaqiriq qilyapmiz, bir oy vaqtdan oldidan chaqiriq qilyapmiz, chunki boshqa vaqtlarda kuchapni oldida qilsak qarindoshlarimizningki ba'zilarininki ruxsati chiqolmay yoki ruxsat ololmay yoki boshqa ish qilib bu turli sabablar bilan jiqadam namoyish qatnasholmaydigan ahvollar bo'ldi. Oldimizda 7-oyning 5-i Urumchi qirg'inchiliqninki, ya'ni Urumchi qatlamininki 13-yilini xotirlash bilan xalqaroga bizningki mustaqillikqa bo'lgan irodamizni, bizning davosimiz kishilik huquq davosi emas, mustaqillik, davlatchilik davosi ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak. Biz hamma yerda o'z turishlik davlatlarimizningki bizga sohibxonlik qilayotgan, nerede yaşayotgan, mayli Avstraliyadan tortib, Yaponiyadan tortib, Yevropa davlatlaridan tortib, Turkiyadan tortib, Amerika, Kanadagacha nerede yaşayotsak şu davlatninki ya parlamenti oldida ya Tashqi ishlar ministrligi oldida namoyish o'rinlashtirishimiz kerak. Hammamiz teşkilatı akçı kökçini qayirib qo'yib, hammamiz bu bir teşkilatninki davosi emas bu. Bir shaxsninki davosi emas bu. Hammamizninki davosi, hammamizninki davlati, hammamizninki vatani qirilayotgan, hammamizninki urug' tuqqan qarindoshlarimiz, bolalarimiz, ağaçlarımız, dadıllarımız, atalarımız degandek. Shuning uchun hammamiz o'z turishlik davlatlarimizda namoyish o'rinlashtirib ko'proq holda chiqishimiz kerak. BDT'dan bizga yordam kelmaydi aziz qarindoshlar. Kishilik huquq davosi bilan bizga yordam kelmaydi aziz qarindoshlar. Ko'rdinglar. Michel Bachelet'ninki BDT'ninki kishilik huquq komissari berib Xitoyni chavak chaldi. Lagerini taqab bo'libmiş. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik qilmayotibmiş. Terrorizm qarshi faoliyat olib borayotibmiş Xitoy. Ashunda so'zlarni qildi. Shuning uchun bizning BDT'dan yordam kelmaydi aziz qarindoshlar. Burunmi deb kelyapti, deb keldik. Yani deb kelimiz bizga BDT'dan yordam kelmaydi aziz qarindoshlar. O'z turishlik shu BDT'ga a'zo bo'lgan davlatlardan shularga besim qilib, shu davlatlardan yordam kutishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shularga besim qilishimiz kerak. Xalqaroga bizningki o'lmaganligimizni bildirishimiz kerak. Chunki bizni qo'llaydigan nurg'un davlatlar, Xitoy bilan dushman bo'layotgan nurg'un davlatlar bizni ham to'rt ko'z bilan kutyapti. Malı bilen bir hareket kıyırsak da to'rt ko'z bilan kutyapgan nurg'un davlatlar bor aziz qarindoshlar. Amma en addi ishni qilolmasak, ig'izimizda vatan uchun jonimizni fido qilayotimiz, ig'izimiz uchun minimizni, qinimizdan minasini fido qilayotimiz. WhatsApp'da, to'pilda, Facebook'da jar hareket qila olamiz ig'izimiz bilan. Amaliy ish kelgan chaqda, en addisi bir namoyish kelgan chaqda chiqolmaymiz o'tirgan. Yoki bu namoyishni Sharq Turkiston surgunda hukumat o'rin bekitibdi. Shuni chaqiriq qildi. Shuning uchun u chaqiriq qilgandan keyin u chaqiriqqa yaqib bormaymiz deb shaxsiyatchilik nimani o'tirib qo'yib olsizlar.
Bu namoyish Sharq Turkiston so'rgindi hukumatininki yoki Salih Xudoyorninki yoki boshqa birisininki namoyish emas qarindishim. Bu da'vo Salih Xudoyorninki yoki Sharq Turkiston so'rgindi hukumatining yoki Milliy Uyg'unish harakatining da'vosi emas. Hammamizning da'vosi, mas'uliyatimizni bilishimiz kerak. Milliy manfaatimizni ustun, hamma narsani ustun tutishimiz kerak. O'zimizning shaxsiyatchiligimizdan, shuhratparastligimizdan va yoki boshqa narsani qayrib qo'yishimiz kerak. Talash tartish qilib, uni talashib, yo'q narsani talashib o'tmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Birlikda hareket qila olsak, hareket qilamiz. Qo'limizdan kelgancha hareket qilishimiz kerak. Bo'libmi o'zimizni mustaqilchilar deydiganlarmi bu banani qilmaslik kerak. Chunki xalqarada bizni kuzatayotgan necha qitim takrorlab o'tmay kuzatayotgan o'rinlar, davlatlar bor. Qachon ma'g'uli bir birlikda kelsa, bir cho'nroq bir nim qilsa, mali o'lmaganligini isbotlasam, men bir rasmiy yordam qilsam, Xitoydan men bir qutulsam deydigan nurg'un davlatlar bor qarindoshlar. Amma hamma narsa bizga bog'liq. Biz o'zimizning olimiz bilan karimiz bo'lmasa, o'zimizninki davlat da'vosimizga, vatanimizga, millatimizga ega chiqmasak, boshqasi kelib bizga yordam bermaydi. O'zimiz davlat da'vosimizni xalqaraga bildirmasak, boshqasi kelib bizga bildirib qo'ymaydi aziz qarindoshlar. O'zimiz badal to'lamasak, boshqasi kelib biz uchun badal to'lamaydi aziz qarindoshlar. Bunu bilishimiz kerak. Shuning uchun yana takrorlayman. 7-oyning 5-ki Urumchi qirg'inchiligininki 13-yilini xotirlash bilan dunyoning har qaysi joylaridagi o'ztirayotgan davlatlarimizniki ya parlamentning oldida, ya tashqi ishlar ministrligining oldida cho'ng ko'lamlik namoyish o'rinlashtirib, ham irqiy qirg'inchilik Urumchi qirg'inchiligini xotirlash bilan va irqiy qirg'inchilikni to'sish uchun xalqaroni shu davlatlarningki harakat qilishini, bizni qo'llashini, davlatimizningki asli keltirishini xalqaroga chaqiriq qilishimiz kerak. Bizga yordam berishini chaqiriq qilishimiz kerak. Bizning o'lmaganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak. Va bizningki davlatimizni asli keltirmay turib, mustaqilligimizni asli keltirmay turib, boshqa qutulish yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va kerak bo'lsa hamma narsamizni pido qilishga tayyor ekanligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu yerda hamma tashkilotlarni, shaxslarni, olim ulamo, ziyoli Molla Aqchi Ko'kshilning hammasini chaqiriq qilaman. Hozir bizningki kishilik huquq da'vosi qiladigan, yolg'iz kishilik huquq da'vosi qiladigan yoki nima 20-30 yil bor, 100 yil bor. Hozir Xitoy anda kuchlikdi, manda kuchlikdi. Biz oldi bilan tilimizni saqlab qilishimiz kerakdi. Madaniyatimizni saqlab qilish kerakdi degan narsani qayrib qo'yib, hozir davlatimizni tizdan asli keltirishni uchun harakat qilishimiz kerak. Chunki davlatimiz bo'lmasa 20-30 yildan keyin sizning tiliniz, madaniyatingiz, diningiz hech narsangiz qolmaydi. Erib ketsiz. U chet eldagi bu 1-2 millionga aşmaydigan Sharq Turkiston xalqi 20-30 yildan keyin vatandakilar qirilib, davlat yo'qolib ketsinlar, biz bizmi erib ketmaymiz. Onandaki yama nima qilib qolsa bizning navralarimiz onda bir cho'ngdadan bati, unda bir Uyg'ur deydi yoki bir narsa deydi deb ashunda deydigan bo'ladi. Uzun vaqtimiz yo'q, reallik ochiq aziz qarindoshlar. Tatbiq, umidlik so'zlarni qilgim bor sizlarga. Ammo reallik ochiq. Bizga 20-30 yil vaqt qolmadi. 15 yil ichida davlatimizni asli keltirib olmasak, bizga boshqa qaytirish, qutulish yo'l qolmaydi. Kundan kun sir qirilyapmiz. Kundan kun sir nüfusimiz azlayapti. Kundan kun sir Xitoylar
köp sallıqni egillash uchun Sharq Turkistonda bizni qirib ve onunki niyeti, Xitayninki niyeti, meyli demokratçı Xitay bolsun, meyli komünist Xitay bolsun, meyli Gomingdangçısı bolsun, başka narsa bolsun, bunun hemmesiniki okşaş niyeti var. Sharq Turkiston'ni tamamen Xitayninki atalmış bir parçası kılıveliş ve bizni tamamen kurtup yo'qotish. Şunun için qirib bizning xalqimizni. Meyli jim o'ttasingizmi, meyli baribir o'xshash qiradi. Söz hareket qilib, qo'lingizda hareket qilsingizmi, o'xshash qiladi. Qarşılık berib yo'qolgan bir millet yok aziz qarindoshlar tarixda. Ama sukutda saqlab qilib 20-30 yilimiz batı, 50 yilimiz batı. Aldı bilen kişilik hukukimizni yoki indigenous haklarimizni yoki boshqa nimamizni elib mali bilan o'tirishib kelishib Xitoy bir demokratlashsa yoki boshqa narsa demokratlashsa deb o'tirib nim qilgan millatlarning ko'pincha yo'qoldi. Ammo qarshilik berib davlatim nasl keltirman ishg'oliyatni yo'qtiman, ishg'olchilarning zaminimdan yo'qtiman, vatanimdan yo'qtiman deb kurash qilgan bir millat yo'qilgani yo'q. Ammo g'alaba qilgani bor. Biz o'zimiz harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro bizga yordam bermaydi, u bizga yordam bermaydi, bu bizga yordam bermaydi demay, o'zimiz men uchun, men o'zim vatanim uchun nima ish qilyapman, davlatim uchun nima ish qilyapman, kelgusim uchun nima ish qilyapman deb o'zimizdan so'roq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Mas'uliyatimizni ado qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. İş nas qo'limdan ish nas kelmaydikan deb quruq bahona qilmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Hammamizningki qo'limizdan az bo'lsa-mu qila oladigan ishlarimiz bor hammamizningki. Baylarimizning bo'lsa iqtisodiy jihatdan qila oladi. İşni en addisi ish nas qo'limizdan kelmasa bir vaqtimiz birakin vaqtimizni chiqarib yoki bir necha soat vaqtimizni chiqarib namoyish qilib xalqaroga bildira olamiz. O'lmaganligimizni isbotlay olamiz. Olim ulamolarimiz, yolilarimiz xalqqa davlat davosini, milliy kimlikni, davlatchilikni haqida söz qilib, teşviqat qilib, millatni uyg'otish kerak. Ba'zilar nim qilib, Allah bizning nima Sharq Turkistonni ozod qilish mukallaf emas. Turish saqlan bo'ladi. Hech narsa qilmay turib, mustaqillik nim qilsak bo'lmaydi. Xitoy anda kuchlik, manda kuchlik deb teslimchilik bilan millatni dushmanga tutib olmasligimiz kerak. Aksida dushmanni xalqqa dushmanning qanday ekanligini bildirishimiz kerak. Bu düşmanninki niyetini bildirişimiz gerek halkımızga. Aldanmaslıkımız gerek. O'xshash hatalıkını tekrarlamaslıkımız gerek aziz qarindoshlar. 100 yılning yazıki echinishlik tariximiz qarab bakmında. Manjuli keldi. Ondan keyin Xitoyninki Gomingdangchilari, ondan keyin hozir kompartiyachilari keldi. Hatta atalmış demokratçılarımı köydünla Wang Jinshindeklerninki kırıp yuqtu ben dep tek tutqiğallıqını ammanı körep ottadınlar. Bu bizning meselemiz kişilik hukuk meselesi emas, devlet meselesi, işgaliyet meselesi, mustamlika meselesi, bir milletninki mevcutluğunu saqlab qilish meselesi qarindoshlar. Xalqaroga shunda bildirishimiz kerak. Xalqaroga bizningki o'lmaganligimizni qaytadan takrorlashimiz kerak. Takrorlashimiz kerak. Ko'rsatishimiz kerak. Undan keyin bizni kuzatayotganlar, ha, ma millat o'lmabdi. Endi bu bilan ish qilsak, rasvo bo'lmaydi ekanmiz deydigan bir yoqqa akilishimiz kerak aziz qarindoshlar.
Şahsiyetlik, şöhretperestlik, o bu özümüzün çoğunçılık nimellerini qarib qo'yishimiz kerak. Aziz qarindoshlar, hammamiz qo'limizdan tegishli harakatni qilishimiz kerak. Yana takrorlayapmiz. 4 yilning yozi takrorladik. Bu ne? Onundan burunlar G'ulam Sharq Turkiston turgan hukumatninki Cumhur Reis G'ulam Efendimning takrorladı. Onundan burun Yusufbek Muxlisov takrorladı. Onundan burun Cumhuriyet devletimiz, müstakil devletimiz bağ vaqtladımı? Yani bu şunda uyalla oynaldı. Bazı Xitay paras hain münafıklık tarafından yani aldınıp keliverdik aziz qarindoshlar. Bunda aldınıversek atölgün kırılıp yok olamiz. Bunu tushunishimiz kerak. Meyli biz bir yerde tutsakmı baribir Xitoyninki niyeti bizni qirib yo'qdi. 100 yil burun 1921 yilda Xitoyniki Sun Yat-sen degan reisi devlet atalmış devlet atısı Xitoyninki devlet atısı bunu oturup qo'yib bo'ldi. Sharq Turkistonni mustamlik qilib tamamen bizning xalqimizni yo'q qilib Xitoyning atalmış bir parti tamamen mengülük bir atalmış parti qilish uchun shu vaqtda bu siyosetni boshladi resmi. Ve bunu yani tekrarlayotdi. Yani şu tekrar hatalıkni qilaverib boramiz aziz qarindoshlar. O'zingni o'ylamasanlar, kelgusigini o'ylanglar, avlodlaringning kelgusini o'ylanglar. O'zingni o'ylamasanlar, avlodlaringni o'ylanglar. Hareket qilaylik, qo'limizdan keladigan ishni qilaylik aziz qarindoshlar. Biz Amerikada 7. ayının 5'incisi Seyşembe gün buludu ki Tuesday 7. ayının 5'incisi Ürümçi kırgınçılıkını hatırlaş için Aksaray'ınki aldıdan Amerika Tashqi ishlar Ministerligi yani State Department'ça yürüyüş kılımız. Saat 1'den 3'gacha mush atrofdagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni, mushu Washington, DC, Maryland atrofdagilarni beshkin vaqtinglar bo'lsa-mu, vaqtinglarni chiqarib, ko'chaga chiqishinglarni talab qilamiz. Mush namoyishga qatnashishinglarni necha yuz, necha minglab chiqishimiz kerak. Xalqaro bildirishimiz kerak. Biz mana o'ygandik, biz hamda harakat qilishga, hamma narsamizni pido qilishga tayyor biz deb xalqaro bildirishimiz kerak. Bizninki mustaqilligimiz nasıl keltirmey turib boshqa qutulish yo'q ekanligini xalqaro bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va buni yolg'iz Amerikada emas, dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarda qilishimiz kerak bu harakatni aziz qarindoshlar. Eng oddiysi namoyish, eng oddiysi buni qilishimiz kerak. Onundan keyin kuzatayotganlar shuning qarta bizga yardım berdi aziz qarindoshlar. Ama bu kişilik hukuk meselesi deb yoki indigenous meselesi deb yoki yalg'izlam diniy erkinlik meselesi deblam davlat davosimizni yo'q qilmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Davlatimiz bo'lmasa bizning hech narsamiz bo'lmaydi, mavjudligimiz bo'lmaydi, kişilik hukukimiz bo'lmaydi, diniy erkinligimiz bo'lmaydi. İmanımız başka hiç narsimiz kalmaydı aziz qarindoshlar. Tilimiz, medeniyetimiz hiç narsimiz kalmaydı. Onun kapaletla kılalaydıgan birlam narsa var. O bolsa devletimiz, müstakil devletimiz aslı keltiriş şart aziz qarindoshlar. Kişilik hukuk BDT'ninki Ali komissarı kişilik hukuk nimeler bizga mavjudligimizni, inson haqlarimizni, kişilik hukukimizni, tilimizni, başka narsamizni kapaletlik qilolmadi va qilolmaydi. Onun kapaletlik qilalaydigan faqat birlam narsa bor. Mustaqil davlatimiz bo'lishi kerak. Mustaqil davlatimiz nasl keltirishimiz kerak. Shu vaqtda askarimiz bo'ladi, hamma narsamiz bo'ladi. Undan keyin biz o'zimiz kapaletlik qilamiz o'zimizningki mavjudligimizni saqlab qolish uchun.
dini erkinlikimizni, kişilik hukukimizni, tilimizni, medeniyetimizni şu vaqtda saqlaya alaymiz aziz qarindoshlar. Bo'lmasa, davlatimiz bo'lmay turib biz hech narsani saqlayolmaymiz. O'zimizni aldaplam kelimiz va Xitoyga dushmanimizga faqat vaqtlam qazandırıp turamiz. Bizni asta-asta qirib yo'qotishga vaqtlam qazandırıp turamiz. Xuddi 72 yilning yozi vaqt qazandırıp bergandek. O'yg'onaylik aziz qarindoshlar. Biz hareket qilsak çokum galbi qilamiz aziz qarindoshlar. Biz o'rtuysak çokum galbi qilamiz aziz qarindoshlar. Boshqalar vatanni mustaqil qilib bermayman degani bilan sizlar agar bizning aqimizdan tursanlar, bizningki aqimizdan bizni agishib, bizni qo'llab, quvvatlab hareket qilsanglar, söz men 15 yil ichida vatanni mustaqil qilib beralayman. Amaliy hareket qilishga ameliyatdan aqimizdan turib jeningildin, meningildin, hamma narsangildin, eg'zingildi degandek tayyor bo'lsanglar mushunga, ishni qilishga. Hamma narsadan voz kechalish uchun eg'zingilda emas, amaliyatda tayyor bo'lsanglar, so'z men 15 yil qolmay vatanni mustaqil qilib beralayman. Bo'lmasa, o'zimni naq maydonda nim qilib bersam bo'ldi agar so'zimdan turolmasam. Bu yerda en birincisi niyet aziz qarindoshlar. Niyetimiz dürüst buluş gerek. Özümüzge işenç bağlışımız gerek ve özümüzün hakkımız için köreş kılışımız gerek. Kolumuzun kelgençe. Biz bu hareketini kıysak, biz bir-birimizni qo'llab xalqaraga bildirsek, iş narsa düşman mı? Xitoyninki milyardlık armiyası mı yoki nüfusu mu bizni tutsamaydi aziz qarindoshlar. Çünkü haq bizning tarafda. O zemin bizniki, o devlet bizniki. O millet bizniki, o tuproqlar bizniki aziz qarindoshlar. Shuningga haqiqatan biz milimizni, jenimizni, vaqtimizni bütün sarf zihnimizni mushunga sarf qilsak, qutula olamiz. Bir yer kelalisak, bir nishonning ostida mustaqil Sharq Turkistonning ostiga kelalisak, ondan keyin biz qutulamiz. Shaxsiy ziddiyatlarimizni, shuhratparastligimizni, boshqa narsalarni, eng muhimi qo'rqimizni yo'qota olsak, ondan keyin biz g'alaba qila olamiz. Qo'rqiydigan, bizniki voz kechadigan başka bir narsamiz qolmadi aziz qarindoshlar. Ish narsamiz qolmadi bizninki. Fakat biz jenimiz bor qolgan. Zaten ülekdek yaşavatimiz. Kiravatçılar qaysinglar men haqiqatan yaşavatman deyaleydi. Qul bilib yaşagandan bir kun bo'lsa jang qilib düşmanimiz bilan, bir kun bo'lsa ör yaşımız aziz qarindoshlar. Bunu bilishimiz kerak. En oddiysi bilan biz mushu 7-ayning 5-kunida dunyoning hamma yerida do'lqinlab, mo'rgin qilib, bayrog'imizni ko'tarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirib, ishqi biz tayyorlab xalqaraga jaka olishimiz kerak aziz qarindoshlar. Anındikin resmi yardımınki qanday keldiğinlikini ko'rishlar aziz qarindoshlar. Ukraina xalqini ko'ravatsizlar. Düşman devletini besibchiga vaqtda voy biz qirilib ketadiganmiz. Voy düşman bizni qiriydi, taslim bo'layli. Urushsak xalqimiz anda qirilib ketadigan, manda qirilib ketadigan deb taslim bo'lmadi. Düşmanimizni mag'lub qilamiz. Devletimizningki mustaqilligini, zaminimizningki bütünlükini saqlaymiz, qo'g'daymiz. Kerak bo'lsa jenimizni, menimizni ato qilamiz deb kurash qildi Ukraina xalqi. Va butun dunyo yordam qilyapti, ko'ryapsizlar. Bizmi ko'chaga chiqishimiz kerak. Bizmi ko'chaga chiqib, eng oddiysi mush namoyishni, mushuni qilishimiz kerak. Xalqaraga bildirishimiz kerak. Onun için xalqaranınki bizninki qanday yordam beradiganligini ko'rishlar aziz qarindoshlar. Ammalardan Allah razı bo'lsin shu anlab o'tag'ini, mani she'r qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Yana takrorlaydiganim aziz qarindoshlar.
Ümitsizlenmeyli, korkmaylı. Ölümden başka narsa kalmadı bizge. Ya ölümüz ya müstakil bulumuz. Şu arasında da hareket kılışımız gerek. Başka nimi yok. Başka kaybetadigan, yo'qotadigan başka narsamiz kalmadı. Hiçbir zaten hammamiz yerim ülek aletde. Biz karşılık berishimiz gerek. En addisi mush namoyish bilan qarshilik qilib dunyoga bizningki mustaqilligimiz asli keltirish uchun tayyor ekanligimizni xalqaro bildirishimiz kerak. Ondan keyin bizga yordam keladi qarindoshlar. Qo'limizdan kelgancha harakatlarni qilishimiz kerak. O'zimizdan kunda men davlatim uchun, millatim uchun, vatanim uchun qo'limdan nima ish keladi deyishimiz kerak. Hammamizning qo'limizdan keladigan bir ishlar bor. Buni o'zimiz bilamiz. Nima ish qila oladiganligimizni, nima ish qila olmaydiganligimizni. Cho'ng kichik demasligimiz kerak. Kichik zatim bo'lsa-mu, asli qo'shishimiz kerak. Birlik keladigan chaqda, shunda hammamiz asli qo'sha olgan chaqda, ondan keyin biz qutulamiz aziz qarindoshlar. Men demay biz deyaliga vaqtda ondan keyin qutulamiz aziz qarindoshlar. Yalg'izlam kishilik huquq demay, mustaqil Sharq Turkiston deyaliga vaqtda ondan keyin qutulamiz aziz qarindoshlar. Allah hammamizni birlik barabar ata qilsin. Hammamizga jasorat ata qilsin. Aşı vatanimizdeki qirilayotgan atisimiz, atalarımız, qarindoshlarimiz, balalarimizga sabr ata qilsin va ularni o'z panohida saqlasin va bizga yordamchi bo'ladigan o'z panohidan yordamchilarni versin va davlatimizning tizdan mustaqil bo'lishi uchun bizga jasorat, kuch-quvvat va yordamlarni ata qilsin. Bizni bilib bilmay davlatimizga, millatimizga, xalqimizga, davomizga, bir-birimizga xiyonat qilishdan, xoinlik qilishdan, sotqinlik qilishdan, yomonlik qilishdan saqlasin va davosimizni, vatanimizni, davlatimizni düşmanlardan, xoinlardan va yomon niyatlik manqurt munofiqlardan saqlasin. Sizden mustaqil Sharq Turkistonda birlikte ör yaşashga, erkinlik, mustaqil yaşashga nisib qilsin. Ammanlarniki 7. ayının 5. günüde dünyanın hamma yerida hareket qilishinglarni yana qaytadan chaqiriq qilamiz. 5 iyul seshanba kuni Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Amerikada 11:30 dan tushdan keyin soat 2 gacha Washingtondagi Oqsaroyning oldidan yo'lga chiqib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldigacha shuar to'lab menib kelib, Tashqi ishlar ministrligining oldida, Kanadada tushdan keyin 2:30 dan 4 gacha Edmonton parlament binosi va Alberta shaharlik hukumatning maydonida, Yaponiyada 3 iyul tushdan keyin soat 2 dan 3 gacha hukumat binosi oldida va dunyoning har qaysi joylarida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Qarindoshlarning va Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lguvchilarning cho'qim vaqt chiqarib qatnashishi talab qilinadi. Tabiiy vaqti to'rining 17 iyundagi xabarida aytilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachelet Çarşamba günü Xitoy hukumatining uning ziyoratini ta'sirga uchirtishga tirishganligini, ko'rishni talab qilgan ministerlik, adliya, savdo, akademiya va boshqa aloqador o'rinlarning yuqori darajalik a'zolari bilan ko'rishishiga yordam bergan bo'lsa-mu, ziyorat jarayonida Xitoy amaldorlarining uningga davomli ergashganligini, lager va turmalarga qamalganligini va ularning oila tavobatlarini ziyorat qilib paranglashmaganligini, uning bu qatimliq ziyoratining tekshirish emasligini takrorladi. Amerika Davlat İşleri katibi Antony Blinkenning axborot ishxonasi yana Washingtonning Beijingning Bacheletning ziyoratini kontrol qilishiga ko'ngil bildirganligini, chunki hukumat belgilagan sharoitning kishilik huquq ahvolini mustaqil baholashiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Kishilik huquq masalasi Xitoy-Amerika munosabatidagi yorqin nuqtaga aylandi. Kelar hafta seshanba kuni bu tema texmi jiddiy temaga aylanishi mumkin. Chunki Amerika majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilmaydi. Xitoy Amerikani majburiy emgak qonunidan voz kechishga chaqirdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping kishilik huquq masalasida o'zining prinsipida ching turadiganligining signalini berdi. Mushu oyda Xitoy Kompartiyasi jurnalida Xi Jinpingning dunyoda G'arbning demokratik kishilik huquq hukmi va tuzumlarini zo'r kuch bilan ilgari surib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashish,
pat-pat urush, uzun muddatlik ijtimoiy davolg'ish va ba'zi davlatlarda insonlarning kuchishini keltirib chiqaradi deganligi besildi. Muhofizatchi gazetining 15 iyundagi xabariga qaraganda, tashviqot guruhlari Avstraliya federal ijroiya hukumati bo'lgan Albanese hukumatining Sharqiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga tirishganda kishilik huquqqa ahamiyat berishi kerakligini aytgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bosh ministr Antoni Albansga xat yozib, atalmish Şinjangda insoniyatga qarshi turish jinoyatiga mas'ul bo'lgan Xitoy hukumat amaldorlariga qaratmalikqa bo'lgan jazo yurgizishga chaqirdi. Bu gruppa Albaneslarga yozgan xatida kishilik huquqni qo'g'dashni Avstraliyaning davlat ichi va tashqi siyosatining kuchli tuvrikiga aylantirishni umid qilganligini ta'kidladi. Albanese oldingi hafta Indoneziyaga qilgan safarida Sharqiy Janubiy Osiyo bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishga va'da berdi. Avstraliyaning kishilik huquqni kuzatish tashkilotidagi tadqiqotchi Sophie Maknell Avstraliyaning kishilik huquqqa daxli ta'ruz qilgan davlatlarni javobgarlikka tortadiganligini ko'rsatish uchun Albanese hukumatining kishilik huquqni dafsanda qilg'uvchilarga tezdan qaratmalikqa bo'lgan jazo yurgizishi intayin muhim dedi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining xati Albanese hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy komissarining atalmish Şinjang to'g'risidagi uzunga so'zilgan dokladini darhol e'lon qilishga chaqirishga ilhomlantirdi. Xitoy amaldorlariga qaratilgan jazoning ilgari surilishini sobiq tashqi ishlar ministri Mars Paynening xizmatchilar boshlig'i Justin Bays qo'lladi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining hozirgi boshlig'i boshisi yangi hukumatni Magnitsky huquqini ishlatib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan vahshiy qilmishlarga mas'ul kishilarni jazolashga chaqiriq qildi. Bu tashkilot yana yangi hukumatni Bermaning yuqori darajali harbiy rahbarlariga jazo yurgizishga chaqirdi. Askar ojiz, xalq yo'qsul, to'rt taraf ishg'olchi dushmanning muosirasi ichida qolgan ahvolda Mustafa Kemal Atatürk xalqqa qarab, "Sizlarga o'lishni amr qilyapman", dedi. Er-ayol, qari-yosh hammasi o'rnidan dast turib, dushmanga qarshi kurashga otlandi va Turkiya Jumhuriyatini e'lon qildi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.